Dasturimiz davom etadi. Yoshlar telekanali doim yangi g'oyalar, samarali hamkorlik uchun ochiq. Telekanalimiz faoliyati davomida nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan mustahkam aloqalar o'rnatgan. Xususan, O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika hamda O'zbek filologiyasi fakulteti bilan ham. Hamkorlikning yana bir natijasi shu bo'ldiki, muassasaning bakalavriat bosqichi talabalari bitiruv malakaviy ishi himoyasi televideniyeda tashkil qilindi. Jarayonlardan Azizaxon Ilyosxonova xabar beradi. O'zbekiston Milliy universiteti O'rta Osiyoda ilk bor tashkil qilingan otaxon oliy ta'lim dargohi sanaladi. Shu kunga qadar bu muassasadan fikri teran, qalami o'tkir, minglab taniqli jurnalistlar yetishib chiqqan. Jurnalistika va O'zbek filologiyasi fakultetining navbatdagi bitiruvchilar oldida katta mas'uliyat bor edi. Ular nafaqat professor o'qituvchilar, balki Yoshlar telekanalining rahbariyati va ijodkorlari oldida ham bitiruv malakaviy ishlarining himoyalarini o'tkazishdi. Gap shundaki, Yoshlar telekanalida jurnalistika kafedrasi filiali faoliyat yuritib kelmoqda. Hamkorlikning navbatdagi bosqichida esa qo'liga diplom olish arafasida turgan yigit-qizlarning bilimi birgalikda sinovdan o'tkazildi. Milliy universitet biz uchun alma mater bo'ladigan bo'lsa, televideniyada aynan biz tajriba o'tkazganmiz, shu yerda ishlashni boshlaganmiz va bu yaxshi an'ana. Mana hozir 10 dan ziyod universitetlarda dars o'tilyapti, jurnalistika mutaxassisligi berilyapti, lekin shu bilan birgalikda eng birinchi bo'lib bu fakultetni ustozlari, bu fakultetda o'qigan talabalar bugun O'zbekistonning jurnalistikasini tebratyapti deb aytsak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. O'shaning uchun ham juda katta dargoh. Bitiruv malakaviy ishlarning mavzulari hozirgi kun jurnalistikasida dolzarb va uning rivoji uchun ahamiyatli edi. Talabalar mavzularni ochib berishda milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarining faoliyatini kuzatishgan va qiyosiy tahlillar olib borishgan. Ikkinchi bobimizning nomi O'zbekiston yetakchi internet ommavilaridagi reportaj ko'rinishlari, ya'ni qanaqa ko'rinadi, qanaqa namoyon bo'lyapti. Hozirgi kunda reportaj qanaqa ahamiyatga ega internet ommavilarida, ya'ni bizning yetakchi saytlarimizni namuna qilib olganman. Nima uchun aynan misol uchun o'sha ishlab chiqarish obyektlarida himoya qilinadi? Buni auditoriyalarda yoki demak o'sha oliy ta'lim muassasalarida ham himoya qilish mumkin-ku. Bunga o'sha asosiy ko'zlangan maqsad shundan iboratki, demak talabalarimiz olgan bilimlarini demak jamlab turib bitiruv malakaviy ish yozishganda yoki magistrlik dissertatsiyalar yozishganda mavzular bankini aynan ishlab chiqaruvchilar bilan birgalikda yaratamiz. Mana shu yaratilgan bank ichidan talaba mavzuni tanlab oladi. Talaba tadqiq qiladi, o'rganadi, ilmiy ish yozish jarayonida yoki bitiruv malakaviy ish yozish jarayonida xulosalari, tavsiyalarini beradi bu yerda amaliyotchilarga. Bitiruv malakaviy ishi talabaning 4 yil davomidagi o'qish va izlanishlarning ifodasi o'laroq uning diplomga loyiq kadr ekanligidan dalolat beradi. Bunday kunda talabadan barcha hayajonni yengib, o'z mehnatini himoya qilishi va sohaga kerakli takliflar bilan kirib kelishini isbotlashi talab etiladi. Himoyaga kirgan 13 nafar talabaning bari bu vazifalarni uddalashga harakat qilishdi. Talabalarimiz uchun aynan Milliy teleradio kompaniya qoshida juda ham bir mo'jazgina, lekin juda ko'p bir sermahsul bo'lgan filial ochilgan. Mana shu filialda amaliyotchi, ya'ni televizion jurnalistlar, muharrirlar, texniklar, operatorlar, rejissyorlar bizni mana shu talabalarimizga saboq berishadi va aynan mana shu amaliyot davomida o'sha o'quv dargohida, o'quv auditoriyada televizion jurnalistikaga oid nazariy bilimlarni bevosita amaliyotda qo'llashga qaratilgan mahorat sinflari tashkil etilganligi bu juda ham bir bo'lajakdagi kadrlarimiz jurnalistika, televizion jurnalistika kadrlarini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Himoyalar davomida talabalarning bilim va ko'nikmalari qo'shimcha savollar vositasida sinaldi. Ishlarga nisbatan taqlidchilarning fikrlari tinglandi. Bitiruv malakaviy ishini puxta tayyorlagan talabalarga esa ilmiy ishni davom ettirish takliflari berildi. Azizaxon Ilyosxonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.